Assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari, YouTube kanalimiz a'zolari. Do'stlar, Andijon qora jo'jalarimiz 2 oylikdan oshgani. Aniqrog'i 67 kunligi 1000 dona bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa chiqarasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidamiz. Telefon nomerlarimizni yozib ketamiz. Hozir kadrni uzmasdan to'g'ridan to'g'ri sizlarga qolgan jo'jalardan ko'rsataman. Bu yoqda adlerskiy xo'rozlarimiz bor. Xo'rozga qiziquvchilar, ishqibozlar uchun. Hammasi qichqiriqda, hammasi sog'lom. Xo'sh, 2 kilo 2 kilodan sal oshiqroq atrofida veslari. Xo'sh, bularni donasiga 150 mingdan optimga 120 mingdan qilib beramiz. Ketdi endi. Do'stlar, Andijon qora jo'jalarimizni yana bir partiyasi mana. Bu tashqarida yuribdi. Bular hammasi 67 kunlik, ya'ni 2 oy 67 kun, 2 oy 1 haftalik. Bu yoqda ham jo'jalarimiz bor mana. Ichkarida jo'jalarimiz bor. 1000 dona jo'jamiz bor. Xudo xolisa bemalol kelaverasizlar. Mana jo'jalarimiz. Yaqinroqdagi holatlari hammasi sog'lom, chotki jo'jalar. Mana. Dastavkalarimiz 12 ta viloyatga bor. Dastavkalarimiz отдельно pullik bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Do'stlar, manzilimizni yana bir marta eslatib o'taman. U tepada ham bor. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidamiz. Xo'sh, ismim Rustam. Kuniga 500 so'mdan ustiga qo'shiladi. Oyliklarni aytib o'tdim. Pullari 50 ming so'mdan do'stlar, 50 ming so'm. Atigi 50 ming so'm. Xudo xolisa 2,5 oy yana qarasanglar, 2,5 oy uzoq 3 oyda tuxumga kiradi bular hammasi. Xo'roz makiyonlari prosentlarini ham aytib o'tay. Xo'sh, 80% dan sal ko'proq makiyoni bor, qolgani xo'roz. Xohlasanglar 10 taga bitta qilib beramiz. Xohlovchilar uchun 10 taga 2 ta qilib beramiz xo'rozini. Hammaga rahmat, aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. Sog' bo'lasizlar.